Qish fasli mevali bog'lar uchun dam olish davridek ko'rinsa-da, aslida bu palla kelgusi mavsum hosilini belgilab beruvchi muhim bosqich hisoblanadi. Qishki ishlov berish tadbirlarini o'z vaqtida va agrotexnika talablari asosida amalga oshirish, daraxtlarni sog'lom saqlash, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish hamda hosildorlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qishda eng avvalo bog'da sanitariya tadbirlari olib boriladi. Qurib qolgan, singan va kasallangan shoxlar kesib tashlanadi. Bu ishlar daraxt tanida havo aylanishini yaxshilab, qo'ziqorin kasalliklari tarqalishining oldini oladi. Kesilgan shoxlar bog' hududidan chiqarilib, belgilangan tartibda yo'q qilinishi lozim. Shu maqsadda viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan Jomboy tumanidagi Olim Hidoyatov bog'lari fermer xo'jaligida seminar tashkil etildi. Unda bog' va tokzorlarda ayni vaqtda olib borilishi zarur bo'lgan ishlov haqida ma'lumotlar berildi. Bog' tokzorlar ishiga ishlov berish bitta bunga emas, bu qishloq xo'jaligi bo'yicha hamma mahsulotlarga mana o'zimizning eski ota-bobolarimiz aytgandayin chillada unga obrobotka berish, o'rtacha aytganda obrobotka berish, ishlov, sug'orish, uning yozda bo'ladigan hosildorlik qo'shish hisoblanadi. Men o'zimning mutaxassisligim bo'yicha hozirgi davrda pensiyada bo'lsam ham 17 yil agronom bo'lib ishlaganimizda o'sha qishloq xo'jaligiga g'alla bo'lsin, paxta bo'lsin, bog' bo'lsin, qishdagi ishlov asosan foyda beriladi. O'sha uchun ishlov berilishi kerak. Bog'lar bo'yicha agrotexnik tadbirlardan masalan muz kupra sepish kerak hozir. Chunki muz kupra sepilgani sababi qishda uxlab qolgan zararkunandalarga bu juda foydasi katta bo'ladi, o'ldirish alosi. O'shaning uchun muz kupra sepish kerak. Asosan hozirgi davrda keyin qirqish sistemasi olmalarda qirqiladi, uzumlar, toklar qirqiladi. Hozirgi davrda ishlov berib olish kerak. Men hozir bu yerdan chiqib turib, uzum borqa boramiz. Bizga asosan oilaviy 8,2 gektar vodiy stilida yasalgan uzumzor bor. Hozir bolalar oilaviy hammamiz o'shanga ishlov berib yotibmiz. Chunki o'sha ishlov bilan biz hosildorlik yaxshi olishga harakat qilamiz. Jomboy tumanidagi Olim Hidoyatov bog'lari 10 gektarni tashkil qilib, unda olma, shaftoli va gilos bog'lari mavjud. Mazkur mevali bog'lardan samarali foydalanish hamda mo'l hosil olish uchun qishki ishlov berish ishlari olib borilmoqda. Ayni vaqtda bog'da daraxtlarni kesish, shakl berish hamda bog'ning bo'sh qolgan qator oralariga ishlov berish ishlari olib borilmoqda. Fermer xo'jaligi mazkur bog'da 3 marta hosil oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bog' qator oralaridan, dala chetlaridan ham samarali foydalangan. Bog'ning 6 gektarida 90 bosti ekin, ya'ni ismaloq ekilgan. o'n gektar bog'imiz bor. Hozir qishki bog'larni kesish ishlarini davom etkazyapmiz. Kesib bo'lgandan keyin muz kuporasi bilan ishlov beramiz. Mana shu bog'larning ichiga to'liq 90 bosti ekinlar ekilgan. Ismaloqlarni yig'ib bozorlarga chiqaryapmiz, bosqichma-bosqich. 7 gektar joylarga ismaloq ekilgan. Shularni sug'organ paytlarimizda ham chilla suvi bo'ladi, ham ismaloqliga foyda bo'ladi-da shu tomondan. Demak, bu o'sha bog' qator oralariga ekilganda. Ha, bog' qator oralariga ekilgan. Mana shu ismaloqdan, bog'dan samarali foydalanyapsiz, ham ismaloq ekyapsiz, 2-3 ta ekin deganda. Bundan foyda qanday bo'lyapti? Foydasi bo'lyapti. Mana hozir 6-7 ming bozorda bo'lsa, bizlarga yig'ib olib ko'tarib berib kelinadi-da o'rtacha bozorlarga. Xalqqa tarqatadi. Shu bog'dan samarali foydalanyapmiz-da, bir qarshi ochiqcha qoldirmay. Mana 10 gektarli bog'da qanaqa daraxtlar bor? Shaftoli, gilos, mana hozir gilos bog'da turibmiz. Shaftoli, gilos, nok, olma, shu xalqqa nima talabga kerakdan bo'lsa shu mevalar bor. Hozir olma, nok, giloslarni hozir ishlov beramiz, shularni kesib. Mana shu 10-fevralgacha kesib tugatamiz. Keyin muz kuporasi bilan ishlov beramiz shu oralikda. Kessak ertaga hosilga yaxshi bo'ladi-da. Orishga shoxlarni olib tashlaymiz. Gul hosil beradigan shoxlar qoladi. Yosh bog'lar ishlov beriladi. Qator oralarga traktor bilan ishlov beriladi. Bog'lar tagi chopiladi. Tepadagi ortiqcha shoxlar olib tashlanadi. Ishlov berish bu. Keyin muz kuporasi bilan ishlov berib, davom etkazib ketaveramizda bosqichma-bosqich agrotexnik amaliyotlarda.
Davlatimiz rahbari tomonidan 2024-yil 30-dekabrdagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan dala chetlarida hamda aholi tomorqasi, xonadonlar va ko'p qavatli uylar oldi mahallaning ichki ko'chalarida mahsulot yetishtirish, qishloq xo'jaligi subyektlariga urug' va ko'chatlar yetkazib berish hamda yetishtirilgan mahsulotlarni eksportga yo'naltirishni tashkil etish belgilab berilgan. Unga asosan viloyatda 2025-yilda dala chetlaridagi 3623 gektar maydonlarga 3.333.000 dona mevali ko'chatlar ekish prognozlari tasdiqlangan. Ana shu bugungi kunda Samarqand viloyatida davlatimiz rahbari tomonidan 2024-yil 30-dekabr sanasida dala chetlaridan samarali foydalanish maqsadida 460 son qarorlari qabul qilindi. Qarorlarning ijrosini ta'minlashda 2024-yil mavsum boshidan prognoz ko'rsatkichlari qabul qilindida ishlab chiqilib, mana shu amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar bo'yicha hamma tuman viloyat miqyosida ishchi guruh tarkibi tuzib olindi. Albatta mana shu ishlarga kim mas'ul, qaysi jarayonda qaysi ishlar amalga oshirish kerak bo'yicha alohida mazkur qarorda belgilab berildi. O'simliklar karantin himoyasi agentligiga bir qator vazifa belgilab berildi. Dala chetlaridan foydalanishda yerdan foydalanuvchilarga, xo'jalik yuritish subyektlariga birinchi yordam ko'rsatishda agentlik tizimidagi o'simliklar karantin himoyasi hududiy boshqarmalar, tumanlardagi inspektor, agronom entomologlar tomonidan targ'ibot tadbirlarini o'tkazish belgilandi. Bundan tashqari o'sha ko'chat yetkazib beruvchi, urug' yetkazib beruvchi ta'minot korxonalar bilan dala chetlaridan unumli foydalanadigan yer egalariga o'rtasida bevosita aloqa bog'lab berildi. 465 sonli qaror ijrosini ta'minlashda asosan dala chetlaridan unumli foydalanish, o'sha tashlandiq bo'lib yotgan, o'zlashtirish lozim bo'lgan yer maydonlarini qishloq xo'jaligi mahsulot yetishtirishga qaratiladigan agrar-texnik tadbirlar amalga oshirish bo'yicha ustuvor vazifa belgilandi. 2026-yilga dala chetlaridan 1592 ta, ya'ni o'sha 4018 ta tadbirkorlik subyektlari, ya'ni shu yer egalari tomonidan 1592 gektar maydonga olcha va olxo'ri ko'chatlarning ekilishi prognoz ko'rsatkichlar belgilab berildi. Jomboy tumanida bugungi kunda bog' va toksorlarga ishlov berish ishlari boshlab yuborilgan. Tumanda 5000 gektardan ortiq bog' bo'lsa, bog' qator oralaridan ham hosil olishga alohida e'tibor qaratilgan. Jomboy tumanida, men olganda Jomboy tumanida hozir 5000 gektardan ziyod bizlarda shu mevali bog'lar tashkil qilingan. Bundan 4700 gektari intensiv bog'lar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizda mahalliy 500 gektarga yaqin mahalliy mevali bog'zorlarimiz bor. Ushbu bog'zorlarimizning qator oralarida hozirgi kunda haydalib, ichi parvarishlab 90 bosti ekinlari ekilgan. Ushbu bog'larda hozir mana bugun Jomboy tumanida juda katta mana karantin inspeksiyasi tomonidan juda katta seminar tashkil qilingan. Ushbu seminarda bizlar tumanimizdagi barcha mahalliy bog' egalarini, fermer xo'jaliklarini chaqirganmiz. Bunda mahalliy bog'larda hosildorlikni ko'tarish, mahalliy bog'larda agrotexnik tadbirlar bilan shug'ullanish, kasallik, zararkunanda va shunga juda ko'p agrotexnik tadbirlarini o'tkazish bo'yicha hozir mana domla professorlar, juda katta mutaxassislar, o'zimizda eng ulg'or bog'dorchilik fermer xo'jalik rahbarlarimiz hozir mana shu mahalliy bog'dorchilik fermer xo'jaliklarimizga tushuntirish ishlari olib boryapti. Bundan maqsad bizlar mana shu 500 gektarga yaqin tumanimizdagi mahalliy bog'larni hosildorligini ko'tarish, ichini agrotexnika qilish, o'sha intensiv bog'larda olinadigan hosildorlikni o'sha mahalliy bog'larda ham olinish kerakligini tushuntirib berish ishlarini amalga oshiryapmiz. Qolaversa, bizda tumanda mana bu gilos, olma, shaftoli, nok kabi mahalliy navlarimiz bor, mahalliy bog'larimiz bor.
ushbu navlarni yo'qolib ketmasligini, o'sha navlarni hozirgi zamonaviy agrotexnik tadbirlarni o'tkazish bo'yicha mana shu dehqon va fermer xo'jaliklarimizga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bizda tumanimizda mana shu bog'lar umuman olganda intensiv mahalliy bog'larni asosan ichlari haydab mana shu hozirgi qish fasllarida to'qson bosdi ekinlari ekiladi. Bizda azal ekilib kelinadi. Ismaloq asosan, chesnok, piyoz, hozir mana sabzi ommaviylashib ketdi, sabzi. Hozir bemalol mahalliy bog'larimiz ichidan ham mana shu 90 bosdi ekinlarini ekib hosil olsak bo'ladi. U barig otib hosilga kiraman degancha biz 90 bosdi ekinlaridan to'liq foydalanib daromadini oshiramiz. Fermer xo'jalikda ham, o'sha mahalliy bog'dorchilik dehqonlarimiz ham. Qolaversa mana shu dala chetlarida ham bu yil davomida ekiladigan ekinlarimiz bor. Kadi, mana poliz ekinlari, tarvuz ekib, keyin mana bu ismaloq, ko'katlarini ekyapmiz mana dala chetlarida. Undan tashqari mana ko'chatlarni hozir mana prezidentimizning 465-sonli qaroriga asosan umuman olganda to'liq nazorat qilib boramiz. Mana shu mahalliy bog'larimizda dala chetlarini ko'chat ekish, mana bu yo'l yaqinlarida ham ko'proq mana shu e'tiborni qaratamiz. Manzarali va mevali ko'chatlarni ekib, agrotexnik tadbirlarni olib bormoqdamiz. Seminarda fermerlarga bog'larga qanday ishlov berish, mevali daraxtlarning yashovchanligini oshirish bo'yicha qishloq xo'jaligi mutaxassislari tomonidan ma'lumotlar berib o'tildi. Daraxt tanasi va yirik shoxlarni oqlash qishki ishlovning muhim qismi hisoblanadi. Oqlash quyosh nurlarining to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini kamaytiradi. Keskin harorat farqlari natijasida paydo bo'ladigan yorilishlarning oldini oladi hamda zararkunandalarning qishlab qolishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, bog' oralarida yerni yengil yumshatish va haydash ishlari zararkunandalarning lichinka va tuxumlarni yo'q qilishga yordam beradi. Shu bilan birga tuproq havo o'tkazuvchanligi yaxshilanib, namlik zaxirasi saqlanib qoladi. Ayniqsa, organik o'g'itlar solib yerni qishga tayyorlash bahorga o'sishni faollashtiradi. Bugungi kunda mana shu butun mamlakatimiz bo'ylab asosan mevali daraxtlarning rivoji va mevali ekinlar mahsulotlarini ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Buning sababi mana shu bizni sharoitimizda o'sadigan, yetishtiriladigan turli xil shirin shakar mevalar bu butun odamlarning sog'lig'i uchun juda zarur bo'lgan juda bir vitaminlarga, oziq moddalarga boy bo'lgan mevalar hisoblanadiki, bu mevalar boshqa mamlakatlarda bunday mevalar yetishtirmaydi. Shuning uchun hozir mamlakatimizning siyosati ham shunday iboratki, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, xalqni vitaminga boy mevalar bilan ta'minlashda mana shu mevali bog'larning ahamiyati katta. Shuning uchun bu bog'larga katta ahamiyat berish kerak. Endi bunda ahamiyat berish kerak deganda nimani tushunish kerak? Mana mevali bog'larni, daraxtlarni ekib yetishtirish bu albatta bu ham muhim masala. Lekin yetishtirilgan mana daraxtlarda mana shu bu yilgi mana yilni boshidan boshlab hosil bo'ladigan mevalarni zararkunandalardan va kasalliklardan saqlash, himoya qilish bu ham juda dolzarb masala hisoblanadi. Buning uchun endi nima qilish kerak? Mana yilni boshidan boshlab mana fevral oyi boshlandi, qish mavsumi bo'lsa ham hozirgi iliq havo haroratlari kuzatilyapti. Shunday vaqtda endi daraxtlar uyg'onib, shu bilan birgalikda turli xil zararkunanda hasharotlar ham qishloqdan chiqib uyg'ona boshlaydi. Kasalliklarni yuzaga keltiradigan mikroorganizmlar qishloqdan chiqib uyg'ona boshlaydi va ular albatta daraxtlarga qarab o'rmalaydi. Chunki ular daraxtlarda oziqlanish kerak. Shunday vaqtda bog'bonlarimiz nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda mana zararkunandalardan, kasalliklardan, unshuduring kasalliklari, manilyoz kasalliklari, qo'tir kasalligi, parsha kasalligi, mana barg bujmayish kasalliklari bor. Mana shu kasalliklar erta bahordan daraxtlar uyg'ona boshlagandan keyin daraxtlarga ular tusha boshlaydi. Mana shunday vaqtda daraxtlarni o'sha atrof muhitiga kam ta'sir qiladigan, atrof muhitni ifloslantirmaydigan preparatlar bilan
bilan profilaktik ishlov berish kerak. Ya'ni oldini olish tadbirlarini amalga oshirish kerak. Bunday profilaktik tadbirlarda qo'llaniladigan preparatlar mana bardoz suyuqligi bor, moyli preparatlar bor. Mana shu preparatlar bilan daraxtlarni ishlov berilsa, bu kasalliklarni oldi olinadi. Daraxtlarni tagini yumshatib, ularni hozirgi vaqtda mana qishlayotgan joylarda ularni tinchini buzib, mana shu qishlov joylarida yo'qotish kerak, hali qishlovdan chiqmasdan keyin. Va qishlovdan chiqqandan keyin o'simlikning vegetatsiya davrida bu zararkunandalarga har biriga so'ruvchi, kemiruvchilarga qarshi maxsus preparatlar bor. Mana shu preparatlardan to'g'ri foydalangan holda ularga qarshi kurash ishlari o'tkazilsa, biz mevali bog'lardan yuqori hosil olishimiz mumkin. Qish fasli zararkunandalarga qarshi kimyoviy va biologik vositalardan foydalanish uchun eng qulay davr. Daraxtlar vegetatsiya holatida bo'lmaganligi sababli dori vositalarining samaradorligi yuqori bo'ladi. Bu kelgusi mavsumda kasalliklar tarqalishining oldini oladi. Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan Samarqand tumanida tashkil etilgan seminarda ham bog' va tokzorlardan mo'l hosil olishning asosiy omillari haqida so'z yuritildi. Dehqon daromad qilish uchun har bir agrotexnik tadbirni o'z vaqtida amalga oshirishi lozim. Mevali bog'larda hosil olishda oddiy ko'rilgan suv yo'llarini tozalash va tartibga keltirishdan tortib, daraxtlarga to'g'ri ishlov berish ham katta ahamiyat kasb etadi. Mevali bog'larda kesish ishlarini bir kunga kechikishi ertangi hosilga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda birinchi navbatda o'q ariqlar, zavurlar hammasi ariqlari olinib, suv yuradigan qilib tayyor bo'lishi kerak, shart. Chunki ertaga sug'arishda birinchi navbatda bu ariqlar, zavurlar toza qilib, kavlanib, to'g'ri bo'lib qolsa, bu bizga ertaga qiynalmasligimizga olib keladi. Shart shunisi bor, suv kelganidan bemalol sug'arishimiz mumkin. Bu ishlar mana hozirgi kungacha mana tayyor bo'lish kerak. Asosan urug'lik mevali daraxtlarda olma, bexi, murut bu daraxtlarda kesish ishlari amalga oshirilishi kerak. Mana hozir bu xo'jalikda ko'rib turibmiz, olmada kesish ishlari amalga oshirilyapti. Mana ko'rib turibsiz, shpalera iloji boricha bugungi kunga kelib bu ishlarni tugatish kerak. Sababi nima uchun tugatish kerak? Sababi ertaga bu hozirgi daraxtlarda hosildorlik boyagi hosili bo'rtib amalga oshayotgandan keyin qilish qiyin bo'ladi. Boyagi hosilni nobud qilamiz. Shuning uchun iloji boricha fevral oyigacha mana kuzdan boshlab fevral oyigacha urug'lik daraxtlarda hamma kesish ishlarini amalga oshirish kerak. Fevraldan keyin donaklik daraxtlarda ham kesish ishlarini, shakl berish ishlarini olib borishimiz mumkin. Kesish bilan shakl berish bitta narsa, lekin bitta narsani to'g'ri o'ylash kerak. Shakl berishda siz bitta daraxtga kuchiga qarab novda qoldirasiz, hosilini o'sha novdalarga qarab hisoblaysiz. Mana hozirgi kesish jarayonlarida nimaga asosan e'tibor qilish kerak? Ertangi kun mevasini yo'qotmaslik uchun. Endi bu birinchi navbatdan ob-havo sharoitga qaraydi. Birinchi navbatdan kesishimiz qancha endi kuchli kessak, novda shuncha kuchli o'sadi. Buni bilamiz biz. Lekin mana hozirgi bog'larda, tog'zorlarda bitta narsani bilish kerak, tushunish kerak. Sim o'tkazilgan. O'sha sim shpalerada sim o'tkazilgan bo'lgandan keyin o'shanga yarasha novda qoldirish kerak. Mahalliy bog'larda hosilni yo'qotmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Endi mahalliy bog'larda iloji boricha ona shoxlarni, masalan, bitta daraxtda 5-10 taga yaqin, masalan, ona shox qoldirasiz. Iloji boricha o'sha ona shoxlarni boyagi lider sifatida kesishi ma'qul bo'ladi. Bu degani yuqoriga ketgan novdadan pastki qismidagi novdalarni kaltaytirib kesish
kerak bo'ladi. Kesish turlari, shakl berish, maqsadga muvofiq qo'llanilib, kesish burchaklari va kesma sathlarga e'tibor qaratish har bir kesishdan oldin va keyin asboblarni dezinfeksiya qilish, kesilgan daraxtlar ichida zararlangan shoxlar, ya'ni zararlangan materiallar bo'lsa yoqish yoki boshqa xavfsiz usulda yo'q qilish zarurligi bo'yicha tushunchalar berildi. Mana bugungi ko'rgazmali o'quv amaliy seminarimizning asosiy maqsadi mana shu bahorning ilk kunlarida, tez qisqa kunlarda bog' va tog'zorlarda agrotexnik tadbirlarni o'tkazishdan iborat. Bu bilan birga bog'larga shakl berish, qurigan, kasallangan novdalarni kesib, yoqib yuborish, qator oralarni haydash hamda to'qson bosdi ekinlar ekishdan iboratdir. Mana shu tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazadigan bo'lsak, albatta bog' va tog'zorlarimizda birinchi galda o'simlikda uchraydigan, mevali bog'larda, tog'zorlarda uchraydigan kasalliklar hamda zararkunandalarga qarshi kurashgan bo'lamiz. Butun respublikamiz mutaxassislari, inspektorlari ishtirokida o'quv ko'nikmalar bo'lib o'tdi. O'zimizda Samarqand viloyati inspektorlarimiz ham shaxsan o'zim ham ishtirok etdim va 72 soatlik o'quv darslarini o'rganib, bilmagan yana yangiliklardan baxabar bo'lib, o'sha respublikada 72 soatlik o'quv kurslarida yaxshi o'qib qaytdik. Olgan bilimlarimizni mana bugungi kunda tumanlarda, mana bugun Samarqand tumanida, Jonboy tumanida, galma-gal har bir tumanda aynan shu tog'zorlarda, mevali bog'larda, dala sharoitida fermerlarimizni chaqirib, bog'dorchilik fermerlari, dehqonlar, inspektorlarimiz, qishloq xo'jaligi aloqador tashkilotlar birgalikda yana qayta bog'larga qanday ishlov beriladi, kasalliklarga qanday kurash choralari qo'llaniladi, o'shalar bo'yicha o'zaro fikr almashish davom etib ketyapti. Mevali bog'larga qishki ishlov berish ishlarini ilmiy asosda va tizimli amalga oshirish kelgusi yilda sog'lom daraxtlar hamda serhosil bog'larni ta'minlaydi. Qishda qilingan mehnat bahor va yoz fasllarida mo'l hosil bilan o'z samarasini ko'rsatadi.